Kelin, yog' kamayib ketyaptimi? Bu kechda bir oyda 2 marta yog' olishga to'g'ri keladi. Mana men chizib qo'yapman. Mana shundan bugun kamaymasin. Tushunarlimi? Xo'p. Dadasi kelishingizda zubnoy pasta ham olib keling, tugayapti. Pasta yo'q dedingizmi? Keling. Hali bunchida ko'p. Yangi yilga ham ozgina qoldi. Bizga nima sovg'a tayyorlayapsiz, bolam? Shu endi tilla. Brilliant. Endi qari bilganni pari bilmas degan. Kecha gapga bordim, o'rtoqlarim bitta joy tavsiya qildi. O'sha yerga olib borib kelmaysizmi, Shahrozi? Mana bolam, kirib kelayotgan yangi yil munosabati bilan Imkon savdo markazi barcha mahsulotlar xaridi uchun 50% gacha bonus e'lon qilgan. Misol uchun, mana shu xolodilnikdan bittasini olsak, mana shu mikrovalnovka qo'shib beriladi. Rostdan. Ha, bo'ldi, tushundim, oyijon. Mana qarang. Men o'zimga telefon oldim, sraz o'zi qo'shib berishdi. Tushunib bo'ldim? Xullas, aksiya 1-dekabrdan 31-dekabrgacha davom etadi. Ulgurib qolish kerak. Siraka, shunda nima oladigan bo'ldik? Menga? Sizgami? Sizga bunday qilib spirga qo'shib beringlar kelinimga. Bu qiz bizda bir dona berib bor mehrini, u bolada parvona.